Ukalar, bu videoni bir ko'ringlar-da. Dadajon, kim so'kadi xato qilsam? Dadajon, kim turadi to'ylar qilsam? Dadajon, duolarsiz qandoq qilay? Dadajon, kim kutadi uyga borsam? Bu videoni qiz farzandi borlarga jo'nat. Ko'rsin, maza qilsin. To'g'risini ham ko'rib ko'zimga yosh keldi. Chunki menda ham 5 ta qiz farzandim bor. Nolimayman. Allohga shukr deyman. Chunki dunyolarga alishmayman, millionlarga alishmayman. Qiz farzand otaga mehribon bo'ladi. Ota-onaga mehribon bo'ladi. Nolimang, qiz farzandim bor, faqat qiz farzandim bor deb Allohning berganini olasiz. Bu videoni ko'rib to'g'risi ishlarim g'alati bo'ldi. Xursand bo'ldim. Qiz farzandingiz bormi? Shukr qiling. 1000 ta o'g'ildan afzal ko'raman qiz farzandim. Shukr qilaman. Dunyolarga alishmayman. Jannatga yetaklab kirgizadigan bu qiz farzand deyshadi. Shukr qiling. Agar noto'g'ri gapirgan bo'lsam, o'z fikringizni kommentariyada qoldirasiz. Sog' bo'ling.